qaytargan narsani qilishlikka buyurib turib, qil degan ishdan qaytarishadi. Masalan, munofiq erkaklar namozingizdan qaytaradi. Bir saxovat, sadaqa qiling desangiz qaytaradi. Bir ikkita odamni yarashtirib qo'ying desangiz o'lib ketishmaydi, maqasan yarashtirib deydi. Bir odamga yordam bering desangiz yordam berishdan qaytaradi. Hali bormiz arag'ini ichkin deb ichkilikka buyurtiradi. Buzuq yo'llariga boshlaydi, o'g'irlikka boshlaydi. Shariat qiladigan ishlarni qildirtirishadi. Bu ichimizda ham ko'p namoz qilganlar ichida. Qanaqa deyishingiz mumkin. Masalan, ortiqcha isroflarni qilmang deb aytsangiz, o'shalar